Assalomu alaykum aziz islomdo'st obunachilar. Xudo xolisa mana keyingi zakaslarimizni ham tayyorlab qo'ydik. Bu yerda 3-4 zakasni bitta qilib terib qo'ydik. Har bittasi o'rnatiladi. O'z egalarining uylariga xonadonlarga olib borib o'rnatib beramiz. Xudosi bularimiz mana obzorni qilishdan oldin bitta like bilan podpiska bosib qo'yishni unutmaymiz. Biz YouTube'da yangimiz, kanalimiz rivojlanishi uchun podpiska qilishni unutmanglar obunachilar. Xo'p, bularimiz mana yopiq dilali fasondagi eshiklarimiz. Bu mokriy asfalt jinsiy rangda ochirog'i. Jinsiy rangda ochirog'i, mokriy asfalt rangda ochirog'ida. Qora kraskalar bilan chiroyli bo'lib, zamonlari ham mana original zamonlarda. Ko'rinishlari ham bejirimgina, kalitlari ham 3 ta. Hop, bu yerda uni 2 qanotli romi, orqasida esa 3 qanotli romi. Ko'rinishlari mana ko'rib turishingiz mumkin. Ajoyib, skromniy holatda, chiroyli qilib tepa ularni pramugasi yo'q, oynalari yo'q tepasida, bularnikida bor. Bu oq New Class'ga har doimgidek. Buni YouTube kanalimizga ko'p qo'yganmiz. O'zlari ham bilasizlar, obunachilar. Hop, mana bu yerda 3 ko'zli lola fasonlarimiz bu eshiklarimiz paytida rasa trendga chiqqan eshiklardan bo'ladi. Oshim-oshlarga keladigan bo'lsa, oshim-oshlar 3 tadan qo'yiladi mana. Ko'rib turishingiz mumkin. Ayrimlarga o'xshab 2 tadan qo'ymaymiz. Bozordagi 400 ming 500 ming so'mlik eshiklardan bo'lmay anchalar farq qiladi. Bu biz 5 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Kvadratlari 850 ming so'mdan, oqlarimizga keladigan bo'lsa, oqlarimizga 1,5 million so'mdan kvadrati. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tanlagan, istagan fasonlarni, istagan razmerlarni chiroyli qilib tayyorlab, olib borib o'rnatib beramiz. Ustanovkalari, o'lchash xizmatlari hammasi ichida. O'zimiz o'lchab borib, kelishib qolsa, o'lchab borib, olib kelib tayyorlaymiz. Zamonlari bu yerda haytiy fasonlarimiz mana mayda ko'zli. Bu yilda juda ham trendga chiqqan fasonlardan bular ham. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar.